alaykum aziz kitobxon va kitobsevar o'quvchi yoshlar. Bayramimizni 36 yilligini nishonlamoqdamiz. Shu munosabat bilan Axborot kutubxona markazining direktori Jamila opa Natashovaga so'z beramiz. Marhamat. Hurmatli kitobxonlar, mana bugun 21-oktyabr O'zbekistonning til bayrami davlat maqomi bergan kun. O'zbek tilini davlat tili deb e'lon qilganiga mana 36 yil bo'ldi. Bu bayram bilan hammalaringizni tabriklayman. Tuzumsan, O'zbek tilim, ona tilim, o'z tilim, O'zbek ilim, ona ilim, o'z ilim. Endi navbatni tabrik so'zlariga beramiz. Marhamat. Har bir onimiz takrorlab aytadi xush zamonimiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrdon ustozlar va bolajonlar. Bizni ikkinchi tayyorlov guruhimiz bolajonlari ona tilim qalbim quyoshi deb nomlangan bayram dasturimizni tayyorlab kelishgan. Marhamat, tinglang, tomosha qiling. Sen mening faxrimsan ey ona tilim, quloqqa yoqimli shirindir asal. Sen mening faxrimsan ey ona tilim, ona tilim, ey ona tilim. Sen mening faxrimsan ey ona tilim. Yuragi, uning ruhi va sha'nidir. Til yo'qolsa millat ham o'zligidan ayriladi. Shu bois biz ona tilimizni sevishimiz, uni asrab avaylashimiz kerak. Tilim, kechir meni ona tilim. Onam erkam deb kuchganda tunlar yarim, erkim yo'q deb zirqirardi bir joylarim, parvozni xalsiratgan bug'doylarim, oltinlarim, madanlarim, ipaklarim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Alla bo'lib jaranglagan ona tilim jonu dilim, jahon bo'ylab buyuk temir dovrug'in solgan tilim. Mir Alisher bobomlardan meros bo'lib qolgan tilim, Bobur Mirzo she'rlaridan rang va qiyos olgan tilim.